Orif aka, zo'r savol bor edi, qiziqarli savol. Yamal PSJga o'tar ekanmi? Qidim, ishonmadim. Men ham ishonmadim, lekin o'shanga o'zingizdan so'radim. Summa ketyapti, Barselona pul kerak degan ma'noda balki o'tar degan gaplar chiqyapti. Men ishonmadim chunki Sensatsiya o'yinani transferlarda. Kutmayman chunki hali Barselona bilan qiladigan ish ko'p. Barselona juda katta xato qilgan bo'ladi. Yamallarga transfer qilgan bo'lsa PSJga ham boshqa ham. Va kecha agar Kylian Mbappeni eshitgan bo'lsangiz, u haqida zo'r fikr gapirdi, eshitdingizmi? Yo'q, Kylian Mbappemi. Kylian Mbappe aynan Yamal haqida so'rashgan va endi maydondan tashqarida u yozda tug'ilgan kunida boshqa bazmlar bo'ldi, keyin hozir jarohat olyapti-yu. Maydondagi Yamal bo'yicha gaplashaylik. Maydonda u hozir dunyoda eng zo'rlardan bittasi deb Mbappe aytadi, uni raqobatchisi. Agar esingizda bo'lsa, Mbappe bundan 2-3 yil oldin Holland bilan, Vinicius bilan solishtiriladi hali PSJda o'ynab yurgan vaqtda. Hozir u 10 yosh farqli futbolchi haqida gap aytayapti. Umuman keyingi avlod, keyingi nima deydi? Keyingi avlodda eng yosh vakili hozir unga raqobatchi bo'lib qoldi va juda ham yaxshi gaplarni gapirdi. Maydondagi Yamal hammadan kuchli, maydonda tashqarida hamma xato qilishi mumkin. 18 yosh boladan nima qiladi? Mbappega ham konkurensiya kerak-da. Xuddi Ronaldo, Messiga o'xshab o'sish uchun ham. Bitta o'zi o'qib qolsa qiyin bo'lib qoladi o'sishi. Yamalga qasam o'yladi yutqazyapti. Yutqazyapti. Klubda ham, terma jamoada ham endi shuni o'zgartirish uchun harakat qiladi. 26-da qolsa El Clasicoda shu yerda bo'lamiz. Ko'ramiz endi. Rahmat fikrlar uchun. Rahmat.